Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari, xudo xohlasa keyingi zakazlarimiz tayyor bo'ldi. Xudo xohlasa ikkita eshik ta'minot bergan Andijon viloyati Paxtavodga qayta fasonda ko'rishlar mumkin. Xudo xohlasa oynalar 20 yillangan, samolar eski yaxshi zamona qo'yib berganmiz. Jilo yoplishlari, naklari ham yaxshi. Rezinkalarini qo'ymadik, egasini ragiga qarab qilib berdik. Ega shuni holda rezinkalarni bez rezinka qilib berdik. Romlarimiz ham xudo xohlasa 2 qanot. Bularimizni oynalar 20 yillangan, xudo xohlasa qarzlarni ham egasini ragiga qarab arkalik qilib berdik. Aka, yoqdimi ishlar? Nima deysiz? Biroz gapirib qo'yasizmi? İşler yaxshi. Yaxshimi? Siz kimga yaxshi? Bo'ldi, yaxshi. Xudo xohlasa ishlar mana egasiga ham yoqdi. Bular 2 qanotimiz mana. Bularning razmeri 230 ga 120 bo'lgan, 120 lik romimiz. Kimga kerak bo'lsa nomerlarimiz 8386 65 65. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz, vodiy bo'ylab olib borib o'rnatib beramiz. Hammaga rahmat.